Aka, xazinem dərisxanəsi balalar çöçəkləri yollabdı. Hə, bana mən gəldim, umaq sınlım. Balalar çöçəkləri anlamakçı olsanız Xazinem YouTube kanalını qoşulun. Abone olmayı ve like atmayı Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cho'cha xomar kichik do'stlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlarga qasqarliq hayvonlarning hikoyasini olib keldim. Diqqatinglar tuvandagi cho'chakda bo'lsin. Sarka sozanda. Sarka, qo'shqar, to'poq, 3 do'st yiroq yerlarda ziyoratda bo'lish uchun safarga otlanibdi. O't suyi mo'l yerlarni ko'ribdi, cho'l jaziralarni ko'ribdi. To'q kunlarni xo'jal o'tkazibdi, dasht cho'llarda oshmi qopdi. Shundoq ochliqda ketib borgan kunlarning birida yo'lning o'ng tarafida turgan xaltini ko'ribdi. Ular berib ichib qarasa, 2 changalcha arpa bor ekan. Ular buni bo'lishib yemakchi bo'pti. Qandoq bo'lishadiganligi haqida ko'p o'ylashibdi. Shu chaqda Sarka: "Men amalini topdim", debdi. "Uchimizdan kichikroq sen bo'lsangmi, aqling komil, qin aytib boqa", debdi qo'shqar bilan to'poq. "Mundoq bo'lsin", debdi Sarka. To'poq akamning og'zi cho'ngroq, oldi bilan u 1 kopam yesin. Ondan og'zi kichikroq qo'shqar akam 2 kopam yesin. Oxirida qolgani men 3 kopam yey. Shuningda uchimiz tang yegan bo'lamiz. Buni hammasi ma'qul ko'ribdi. Arpini shu bo'yicha yeb, yana yo'lga ravon bo'pti. Yo'lda yana o'lgan tulki uchrabdi. "Buni qandoq qilamiz?" debdi qo'shqar. "Bu bir o'lja lozim bo'lar, ilib olayli", debdi to'poq. Maslahat bo'yicha buni hammadan cho'ng to'poqqa artibdi. Bular yana uzun mangandan keyin bir ko'zlakka kelibdi. Bu ko'zlakdagi yolg'iz uyda odam bo'lmag'achqa berib dam olmoqchi bo'libdi. Ular o'lik tulkini eshik oldiga qo'yib, uyga tangli kiribdi. Qarg'udak bo'lsa, uy ichida bir tulka soz chelayotgan ekan, iyiq bilan bo'ra soz anglab, yonboshlab yotgan ekan. "Ajab vaqtida yetib keldinglar, izlabdan topolmaydik. Birlikda soz chelib bizmi qilaylar?" debdi tulka hilgarlik bilan qo'lidagi sozni Sarkaga sunib. "Kechirgaysan, oldi bilan sen o'z hunaringni ko'rsat", debdi Sarka chaqqonlik bilan. Sarkaning bir ishni pamlayotganligini sezib olgan qo'shqar bilan to'poq o'z hayvasini ko'rsatishga tayyor turibdi. Tulka sozni qo'liga ilib: "Tarang tarang tarang, Sarka bizga tishlik oziq, tarang tarang, to'poq bizga killik oziq, tarang tarang, qo'shqar bizga kashlik oziq", deb naqsh aytibdi. Ham sho'lgaylarni eqitib, masxir qilgan qiyofatda sozni Sarkaga beribdi. Sarka: "Tarang tarang, tulki qishda obdan tomoq, rohat bizga iyiq terisi ustida yotmoq, tarang tarang, bo'ri terisi issiq juva, yaxshi fursat o'ltirayli silib sirtmoq", debdi-da ularni huduqtirib etibdi. Bularning orqasida odamlar o'xshaydi deb faraz qilgan tulka qarab boqmoqchi bo'lib, eshikdan chiqishiga o'lik tulkiga ko'z ochibdi. Ham "Bular bizni mushunda qildirdi-kanda, qochmasak bo'lmaydi ekan", deb o'ylab, iyiq bilan bo'riga sharat qilibla qechibdi. Orqasidan iyiq bilan bo'rimi
qechibdi. Ular bir haza qaçqandan keyin och qolgan bo'ra orqasiga qarab sarkilarning nima qilayotganligini bilmoqchi bo'pti. Bo'ra sarga to'paq qo'shqarlarning Eliqalarni rosa bopladik. deb kulishayotganligini anglab qopdi-da. Ha, oldi bilan sarkini joylamasan deb iyiq bilan tulkini boshlab kelmoqchi bo'pti. Sarkilar shu fursatdan foydalanib qechibdi. Bo'ra ularning qechib ketayotganligini ko'rib, yolg'iz qo'g'labdi. Sarkilar bo'ri yetib kelguncha bir yoyloqdagi bu tarafdan kirsa, u tarafdan chiqib ketadigan yo'g'on bir to'shikni ko'rib, shu yerga kirib olibdi. Bo'ri yetib kelib to'shikka beshini tiqishiga sarka mungizi bilan uning bo'ynini qisib olibdi. Qo'shqar to'shikning u tarafidan chiqib, bo'rining qo'sqig'iga kelishtirib, birini usibdi. Voyjon! Bo'ra ming taslikda ulardan qutulib, tumshqidan qinini eqitib qechibdi. Taq chiqqanda bir necha bo'riga uchrabdi. Üç narsiga olqib qoldim. Biri uzun qisqish bilan bo'ynimni qisdi, biri yo'g'on bozg'ini bilan voyjon rosa soldi. Aran deganda qutuldim. Debdi yolg'iz bo'ra. Undaq bo'lsa boshla, ularning jazosini biz beraylik, debdi boshqa bo'rilar. Shuning bilan ular sarkilarni izlashga kirishibdi. Qo'shqar ularning kelayotganligini yiroqdan ko'ribdi. Abla, bir top bo'ri kelyotidi, qochaylik. Debdi qo'shqar. Uchi qechibdi. Qechib bir chinar tuviga kelibdi. Sarka qo'shqar bilan to'paqni chinarga chiqarib etib, orqasidan o'zi chiqibdi. Bir hazodan keyin bo'rilar yetib kelib, chinar ustidagi sarka, qo'shqar va to'paqni ko'ribdi. Ularni qutulolmaydi deb birining ustiga biri chiqib, chinarga yamishibdi. Dal shu vaqtda aqlli sarka: "Bu bo'rilar yana kelibdi-ku, qo'shqar aka. Qani, men qisay, sen bozg'an bilan kelishtirib sol bo'lamdi?" debdi. Shu chaqda adamini rosa yegan heliqi bo'ra hammasining ostida ishgan. Sarkining so'zini anglab, uning jon peni chiqibdi-da, bir silkinibla qechibdi. Uning to'pisida turib chinarga yamishayotgan bo'rilar biraqli do'malabdi. Voyjon! Bir nechasi o'lib, bir nechasi yaralanibdi. Saqlari heliqi yolg'iz bo'riga qo'shilib qechishibdi. Shunda qilib sarkining hilisi bilan qo'shqar bilan to'paq hamma balodan qutulibdi. Ular shuningdan biri g'amsiz yashab ketdi. Kichik do'stlar, bugungi cho'chkimizdan sizlar nimani his qildinglar? Ittifoqliq kuch. Ittifoqlashgandilar har qanday jafolardan qutulib qolg'ili bo'ladigan shundaqku. Bugungi cho'chkimiz mishat oxirlashdi. Atgimish vaqt ko'rishaylik. Xayr xo'sh.